Bu nesimiz bu tez. Ben yanına uçacay, sırtınıp duranmaydı gelme. Tez bulama, tez ula. Putunla sındırıp etmekçi misin? O küçürgün. Oldu babayla, ayrı kızday. Ağzını şu, aldırma başkalar hukka mısın? Bu ne? Topunu işittirip koyma, mokul. Kesbet alayım ki, o bizi korkutup atadı. Şu nasıl bu? Korktu adam da. Hey! Yarın neyimici karattırsın ha? Ben bunu toplamayı ottunun. Sen onun elini bilsen bu. O yerde. Nerede? Çandarakın kendinde. Yarın neyimici karattırsın ha? Çapsan bulunma. O toğurdaydı, yürün la. Şunda ahnim boğalağını kırpak eli. Makul. Chaqirganimni his qila olabsan. Men daraxt podshoyi. Men o'z irodamni senga yetkazaman. Nima? Ben bu uni hurmatlashim kerak. O aql farosatlikdari sen to'lansan? Yaqin kel bola. Qo'rqma. Bilamsan. Burun ota-onang doim yenimga kelib, men bilan paranglashadi. Siz ota-onamni tanimsiz? Ha, biz yaqin do'stlardan edik. O'zaro ko'ngil bilishdik. Ben bu yerda hem issiqdal va o'rmonligida yashaydigan barliq hayvonlarni tanıyman. Do'sting Simba bilan bo'ri opangni tanıyman tehi. U jafodan qo'rqmay seni beqib oldi. Ha, hammasini tanıydı ekansiz-ku. Ey Simiz, Bimbo sarang'ib qopti. O daraxt bilan so'zlashyapti-ku. Ey, qaranglar, Bimbo o'rmonlikdagi daraxt podshoyi bilan so'zlashyapti. Daraxt podshoyi? Uni o'g'li bo'ldi ekan-da.
Darak padişahı degan av yo'g'on darak mı? Bu Binbo'nun ota-onasının dostu. Fakat şengimi köpeği oldu. Ben bir şey deyman. Neydi bu bunda kış bolsun? Siz rastala dostum Simba'nı tanımsız? Tanıyman, çoğun iyik yıldızlar topi, onun meydisinde kaldırgan yıldız belgilerini sen yaxşı göremsen. Yaxşı görmem. Sen de mi aşındak belgiler bolsa qanday qilattın? Ota-onamның intikamını alattım bolamdı. Ata-anаңның qanday o'lib ketganligini bilemsen? Yo'q. Kela, men deb beray. Ata-anam 3 balani deb o'lib ketgan. Ular bek botur edi. Bichora Binbo sorong bo'p qopti. Bu taraf uni mafton qilyapti. To'g'ri, olisini chaqiraylik bo'lamdi. Jura, Cherchi. Mana. Oy, ne bo'ldi? Totala. Appa, sen hozir turayotgan mushu joyni jon uzga. Binbo, men opang, sen cho'ng bo'psan, nurg'un do'stlaring borkan, bek xush bo'ldim. Yig'lama, bo'lmasa opang azoblanadi. Sen uni ko'ramaganining bilan u sana ko'ngil bo'lib kelyapti. Ras, u seni ko'rib turdi. Bu qushlar baridan najab qishtiryapti. Bo'ldi, kapsizlik qilmanglar. Men ularni qo'g'lab etay. Ya qo'lima, ular menga muhtoj. Men ularni qo'g'dayman. Ular ustimga changga tizidi. Ulardek chiroyli ekan. Sizlar nima ish qilib bolamni g'idiqlaysizlar? Bolam, bu necha yoshlik bir podshosini otamsan. Otamiz biz yashamaymiz, o bizga bek omma, bizga yordam berdi. Ularni qo'rqitma, ular suv ichib Qushlarni suv ichandi?
güller bek chiroylikan. Qara Bimbo. Suv bo'lsa hayotlik manbai. O'simlik, hayvonlar ham insonlar uningdan ayrilanmaydi. Biz bu suvi tayinib o'simiz ham tabiatni, shundaqla tabiatdagi barliq jonliqlarni qo'g'daymiz. Shuni biz tabiat dunyosining qo'g'duvchisi. Biroq men insonlarning daraxtlarni kesayotganini ko'rdim. Bu nima uchun? Bu uchiga chiqqan kalvaliq. Daraxt bo'lmasa, yer sharida hayotlik bo'lmaydi. İnsanlarmı bo'lmaydi? Men suvni qadrlab daraxtlarni qo'g'dayman. To'g'ri, sen tamamen tushunibsan, Bimbo. Simba bilan Bimbo qani? Simba ishki fuksini tashlab ovga chiqib ketdi. Bimbo mu birga ketdimi? O Chirchi bilan o'riqdan yana oyna qilib ketdi. İkisini chaqirib kelinglar. Mamnun. Bimbo! Chirchi! Ha? O'riqning yiniga berib boqayli. Ma'qul. Ay, Semiz! Semiz, o'riqdamisizlar? Hay, kimnizdasizlar? Yaxshimisiz? Olis Bimboni ko'rdingizmi? O Chirchi bilan o'riqni izlab ketdi-kan, ketdi. Nega? O'rmonliqqa, atrofga. Rahmat. Men shu yerga borayli. Ma'qul. Endi nega borimiz? Qandoq mangimiz? Uqmayman, esbetga o'xshaymiz. Bimbo! Bimbo! Rolgan, shundoq. Orom! Kim o? Chirchidak qiladi uchira? Orom! Bimbo bormi? Bu sorong bo'p qopti. Undaq emas-da? Rost. Bimbo, yo'g'on daraxtni to'xtamay, aylanadi. O'ziga gap qilib birdam kulib birdam yig'layotdi. Bu rost. U cho'qim sorong bo'p qoldi. Biz Olisni chaqiraylik deb turgan. O yana yilqinda qo'tib oldimi ya? Bu bek hali tug'u. Hozir neda? Bek yiroqyada. Uni qutuldirib olaylik. Ya, biz erib ketdik, bormaymiz. Ya, qiz erib ketdik. Biz boraylik. Jur'atliroq bo'lsangiz, menga. Simiz, man qara. Simiz, kelasini ko'rmaymiz. Yotgan qandoq o'timiz, Aylanib bitaylik. Biz boshqa amal yo'q. O'ylanmasak mı bo'ladi? Men sakrab o'taman. Ular toz qoldi o'lgili. Kim turadi o? O'libdi. O'lmabdi, tiniqib ekan. Nima bo'ldi? Men tushkir otaman. Bu emishinglar bana o'xshamamdi. To'g'ri, Bimboni izlayapmiz. U yana xiyoliy tuyg'u qo'zg'aydigan ot yog'on o'xshaydi. Undan keyin bu yo'l bilan mangmanglar. Suyruq qushqash ezib ketdingmi demidi?
topşursana qandaq tapsizlar? Bakıraf desem bulmamdı. Bizi qutuldirganingizga rahmat. Sizler baturkansizlar. Rasmat. O yerda o'rmon markazida daraxt podshohi Apolba. O xosiyatli daraxt butkul o'rmonlikning tarixini xotirlab olgan. Şeyh barayli, torsaydın halini peteyli haqqol, yürünglar. To'xtanglar, men sizlarni o'tkazib qo'yay. Men ko'rik bo'lib beray. Kelinglar. Bilen gap bo'ldi, Karl chiroyli ko'rik yasaldi. Miyala. Yak. Paraxot manga delok qildi. Oldimizdikan. Men uni ko'rdim. Bek yaxshi bo'ldi. Bemboni o'zinglar izdanglar. O qaytib ketgili unami? Qochimen demey biz bilen birga boqin. Ma'qul, yuringlar. Ras bashqishtirdi, o titrayapti to'g'ri. Degine bu o'rmonlikni yoqtiramsan. Yaxtırmen, bek yaxtırmen. Yoqtirsan qilib qalsan bo'ladi. Bu yerda opangning soyasini ko'rib tursan. Balam, bu yerda qanma. Bizning intiqomimizni ol. Düşendim apa, dostlarımın yanına ketey. Asıl qaytib ketamsan. Men sen badek batır bulup o ağan xasiyetlik soğunu alımen. Qilib qalsanmi ala olaysan? Ya, dostlarım bilen birli bolsam faydası tegidu. Özara yardımlaşsak, ilgirleşimiz tez buludu. Bir qarorga keldingmi? Şundak bir kararga keldim, hoş Apol. Hoş. To'xta bola. Sana yordam qilay deyman. Men ishdan burun degina, nemani yaxshi ko'rsam, sen bodi ba, aql farosat, ham kuch qudratnimi? Men daraxt podshohi bo'lish suftim bilan o'rmonning kuchini, bizning aql farosatimizni sana berman. Yopurmug'imning sehri bilan cho'ng iyiq yulduzlar to'pi maydon baliga qoldirgandek sana yangi kuch ato qilaman. Qadrli Bimbo, endi bo'ldi. Maydondagi 7 belgi mangu o'chmaydi. Bunda qilsam ko'ramaysan. Suv bo'yig'i berib, soyangga qarab boq. Tezgilinglar mening kuchimiz oraydi. Bu yangi kuch qiyinchilikni yengishingga yordam berdi. Hamma yerda utib qozinasan. Ras bo'l. Ma'qul. Kelinglar do'stlar, kelinglar. Mayli. Qara, o o'zini darajadan tashqari bo'ysa, Bizni mashindaq belgi olsa, darajadan tashqari chashqan bo'lib ketadi. Sende mi belgi bor bo'pti? Sen banikiga o'xshaydi ekan. To'g'ri, bu belgi bo'z texim chiroyli ko'rinishi. shunda texmi chiroyli, texmi aqlli ko'rindi ekansan. Kunlarning birida o'rmon podshohi bo'lib qolasiz. Kesib etalaymanki, u mangu eski podsho bo'lmaydi. Meni g'idiqlamanglar. Do'stlar, qaytib ketinglar. Oqshimi o'rmonlikda xatar jiq. Ma'qul,
Apol, bana şunda kıymetli soğuk bergeningizge rahmet. Men onu joyida işletimen. Boludu. Endi qaytib ketaylik. Yürünglar. Tez bo'linglar. Ya, avval bizga karametani ko'rsatib qo'ymabsiz. Biz sana meni olaylik, ma'qulmi? Ma'qul da Bimbo, u ikkisi senden aciz. Ma'qul, qayda asaqlı deysizlar. Bu mijozinglarni o'zgartinglar. Ibrat olamsizlar? Rahmat, men yeni keliman. Xo'sh. Bir yeringlar og'rirdimi? Yo'q. Berapa? Pek hoş oldum. Chiroyli xo'p ketibsan. Cho'ng ayiq yulduzlar topiga o'xshaydi ekan. Bu belgi menga kuch beg'ishlaydi. Men ko'pchilikka jiq yaxshi ish qilib beraman. Sen yaxshi bola Binbo. Tirishib o'rganib kelgisi uchun puxta asos sog'in. Ma'qul, shunda qilaman. Sen bu xosiyatli kuchga erishdingmi? Ha, Adinaru, qara. Apol daraxt podshoyi tanlabdi. Siz Apolni tanimsiz? Umu eng aql farosatlik, o'rmon ilohi, menga o'xshashli bilimlik. Chiringlar, tomoq tayyor bo'ldi. Binbo! Simba! Apolning yordamida men xosiyatli so'g'atga erishdim. To'g'ri, biz texi dohiymi bulaymiz? Sen o'rmon podshohi, men daraxt podshohi. Senonchi men dodamdek farosatlik jasur bulaymanmi? Bo'lalaysan, seni cho'ngiq yulduzlar to'pi qo'g'daydi. To'g'ri, endi uxlayli. Simba bilan Binbo shirin uyqudagi chog'da yulduzlarning kuch qudrati ham ajdodlari ularni qo'g'dimoqda edi. Bundan keyin ular ko'pchilikning umidini oqlay olamdi yo'q. Zimmasidagi yuk yana qanchalik ig'irlaydi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.